Assalomu alaykum do'stlar. Qizil bochkalar chiroyli holatda qilib ochib qo'ydik. Pazarni sitga suv quygani zarur bo'lsa yoki yem soygani, don soygani va boshqa maqsadlarda ishlatish uchun zarur bo'lsa qopqoqlarni kesib ochib, ichidan tozalab qo'yganmiz. Qopqoqlar o'zi yopilaveradi. Shunga shunaqangi bochkalar zarur bo'lsa aloqaga chiqaramiz do'stlar yoki so'raganlarga jo'natib qo'yamiz videoni. Bochkalarimizni puli 110 ming so'mdan ko'proq olganga narxini arzonroq qilib beramiz, aloqaga chiqaramiz. Bundan tashqari arzonroq so'raganlarga 80 ming so'mdan bochkalarimiz, bunisi 90 ming so'm. Qurilish bobidan bo'ladi arzonroq deganlarga 85 ming so'm. Bochkani o'zimiz kesib ochib tozalab olamiz degan do'stlarimiz uchun bunaqa bochkalar bor. Puli 80 mingdan tanlab olishlari mumkin. Manzilimiz tomoni Marg'ilon sentrdan kelishda 3 kilometr, o'ng qo'lda, bu tomonimiz Yozyovondan kelishda chap qo'lda.